24-fevral 26-yil 10-fevral kuni keluvdingiz. Birinchi kuni kelganingizda nima kasalliklar bezovta qilgani uchun keluvdingiz? Bosh og'rig'i, Bosh og'rir edi, bosh aylanar edi. bosh yana aylanar edi. Yana nima edi? Oyoq sovuq bilardi, sovuq qo'taydi. Oyoq sovqotardi, junpaypoq kiyib olardingiz. 2-3 qavat shim kiyib olardingiz. To'g'ri. Yana nima bor edi? Yurak siqishi bor edi. Yurak siqilardi, yurak sanchadi deb Yurak sanchadi. Yana nima bor edi? Endi qo'l tag'darar edi. Qo'l qaltirar edi. Qo'ltirar edi. Aha. Yana nima bor edi? Xotira endi Esingizdan chiqib qolaverardi. xotiram esidan chiqib qoladi. Mana shu bosh og'riq, bosh aylanish nima bo'ldi? Shu 100% yaxshi Soppa bo'ldi. Bosh og'rimayaptimi? Yo'q. Bosh aylanmayaptimi? Yo'q. Oyoqlar nima bo'ldi? Oyoq isindi. Isiydigan bo'ldi. Ha, isiydi. Endi junpaypoq kiymayapsizmi? Yo'q. Bitta narsa bilan yuribman. Necha kunda oyoq isib qoldi? Ana shu 2-3 kunga 2-3 kunda yaxshi bo'lib qoldi. Yuragingiz bezovta qilyaptimi, qilmayaptimi? Yo'q. Umuman bezovta qilyaptimi? Yo'q. Qo'lingiz nima bo'ldi? Qaltirayaptimi, qaltiramayaptimi? Yo'q, o'zi. Qaltiramayapti. Xotira qanday bo'ldi? Xotira necha foizga sog'lom bo'ldi xotira? 100% desam bo'ladi. 100%. Ozgina qolibdi, mayliga. Aka, odamlar dori-darmonsiz sog'ayar ekanmi? Albatta sog'aydi. Mana shu yerga kelib foyda topdingizmi? Shu yerda foyda topdim shu yerdan.